Ojizona duolarimizni o'zing amr qilganingdek qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh muborak Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarni gunohlarimizni kechirilishiga sababchi qilgin. Ramazon oyidan onadan yangi tug'ilgandek begunoh chiqishimizga o'zing Parvardigoro yo'l bergin. Alloh Ramazon oyida kechalari bedorlik qilyapmiz, bu bedorligimizni qabul aylagin. Tarovih namozlarimizni qabul aylagin. Tarovih namozidagi xatmi Qur'onlarimizni qabul aylagin. Parvardigoro ro'zani qiyomat kunida hammamizga o'zing shafoatchi qilgin. Qo'limizdan tutib, ya Robbim, mana bu bandang meni tutgan edi, meni tutaman deb chanqagan edi, och qolgan edi. Men guvohman, buni gunohini kechirib jannatga kiritgin deb shafaat qilib, qo'limizdan yetaklab, Rayyon eshiklaridan jannatga olib kirishini nasib aylagin. Alloh qilayotgan Qur'onimizni, o'qiyotgan Qur'onimizni biz dunyoda bizga hidoyatchi qilgin. Oxiratda shafoatchi qilgin. Oxiratda juda qiyin holda qolganimizda Robbil Alaminning huzurida Qur'on kelib qo'limizdan tutib, Robbim, bu bandang meni kechalari o'qigan edi, uyqudan qolgan edi, bedor bo'lgan edi. Men guvohman, men shafoatchiman. Bu bandani gunohini kechirgin deb shafoatchilik qilib, qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Barcha qilayotgan amallarimiz, ibodatlarimiz, xayr-i ehsonlarimizni qabul aylab, Ramazon-u muborakni sharofatidan ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Xalqimizga bu go'zal xatmi Qur'onni uyushtirgan azizlarimiz